Borini boricha aytamiz. U yerda siz ham bo'lgan, u ham bo'lgan. Nima bo'lgan? Asl haqiqatni eshitaylik. O'zbekiston Kubogiga chiqib $500 sotilganingiz rostmi? Odilxonimi, Saturnimi, O'zbek Taysonimi, hammasini u o'zi kim? Mendan qarz so'rab yuradi o'zi. Mahalla show kanalida o'z yuzingizni taniltirmoqchi bo'lsangiz yoki videolarimiz davomida mahsulotingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz yoki kompaniyangiz logotipi videolarimiz tepasida turishni xohlayotgan bo'lsangiz, pastdagi Telegram nomerimizga Telegram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Reklama narxlari juda ham arzon. Siz bilan ishlayotganimizdan bag'ayatda xursandmiz. Octagon menga jang ber. Assalomu alaykum. Mahalla showning muxlislari, mahalla showning mehmonlari, xudo xolasa bugun mahallamizga shu Octagonda xudo xolasa kelajakini qiroli, ya'ni Octagonning kelajakini qiroli bilan xudo xolasa suhbat olib boramiz. Bu inson haqida hozirda ko'pchilik bilsa kerak, ko'pchilik bilmasa, xudo xolasa mana intervyu davomida bilib boraverasizlar. Kimligini esa tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmasdan. Avvalambor rahmat. Avvalambor yo'q demasdan, qimmatli vaqtingizni ayamasdan mahallamizga tashrif bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Videolar Instagramda videolaringizni ko'ryapman. Maqsadlar ko'p, rejalar ko'p. Avvalambor rejalaringiz hammasi amalga oshsin, maqsadlaringizga yetish nasib qilsin. O'zbekistonimizni bayrog'ini tepalarga ko'tarib turish, xudo xolasa nasib qilsin. Rahmat. Endi shu bir o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdansiz, qaysi viloyatdasiz, nechinchi yilsiz? Batafsil siz bir tanishtirib olsangiz. Avvalambor hammaga rahmat. Havo shu intervyuga taklif qildingiz. Boringizga rahmat. Xursand bo'ldim taklif qilganlaringizdan. Rahmat. Men o'zi asli Qoraqalpog'istondan, To'rtko'l tumanidanman. Endi ko'pchilik o'ylaydi, To'rtko'lda ana hammasi Qoraqalpoq u deydi. Biz o'zi millatimiz o'zbek, To'rtko'l, keyin Xorazm, hammamiz bizlar birda. O'zim 2000-yilman. 2000-yil. Yoshim 25 da o'zi. Oilada nechta farzandsiz? Oilada 3 ta qiz, bitta o'g'il. Bitta o'g'ilsiz. Bitta farzand mana. Ota-onangiz hayot. Ota-onam bor. Qayerda ishlaydilar? Dadam endi shu Toshkentda svarchik. Oddiy shu. Onangiz uy bekasi. Onam uy bekasi. Siz katta o'g'ilmishingiz o'zi yoki kichkimi? Kichkinasi, ikkinchisiman. Hali oila qurmagansiz? Yo'q, hali uylanmadim. Bog'lash endi reja bor. Karyerani qurib, xudo xolasa avvalambor. Biron joylarda ishlaysizmi? Stroyga. Endi ishlaymiz, shu stroykida ishlaganmiz avval, hozir ham liboy ish qilaverasiz. Ishni ham, trenotkani ham qilaverasiz. Vaqt ikkalasiga ham vaqt ajratib bilasizmi? Hozir ham ishlayapsizmi biron joyda? Hozir ham ishlaymiz endi. Ish chiqib qolsa ishlayveramiz. Ya'ni asosan postoyanniy ishlaydigan joyingiz yo'q hozircha. Yo'q, postoyanniy hozir faqat trenovka, mehnat. Trenovka shu faqat xudo xolasa jangga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Ha, jangga tayyorgarlik xudo xolasa. Endi jang haqida xudo xolasa videomiz davomida aytib o'tib ketasiz. Xo'p desangiz, 3-4 ta bir savol beraman. Masalan, sizni kuzatadiganlar bor, sizni bir ashaddiy muxlisingiz ekan bo'ladi, muxlislaringiz bor. Shular haqida bir shularni qiziquvchisi, ya'ni qiziqtiradigan bir 3-4 ta savollarni beraman. Shu davomida o'zingiz bir qo'shadiganlaringizni qo'shib ketaverasiz. Bo'ldi, tamom. Jangga qachondan boshlab qiziqishni boshladingiz? Men o'zi sportni 15 yoshimdami shunday boshlaganman. Kurashdan boshlaganman. Kurashdan boshlab sekin-sekin shu keyin sambo, kurash, judo, milliy kurash, keyin rukopashni sekin-sekin boyoviy sportlarga o'tganman-da, jangovar sport turiga. Oldin ham jang qilganda eshitdim, bir ikkita videolaringizni. Ha, men o'sha 2019dami o'sha chempionat O'zbekiston kubokda chempion bo'lganman. Boyoviy sambodan keyin 2000 o'sha bilan keyin sharoit to'g'ri kelmadi. Keyin Moskvaga ketganman. O'sha yoqda keyin talsh yana davom ettirganman-da. Nimaga bu ovoza bo'lib ketmagan? Endi ovoza bo'lmagani biza qishloqda turamiz. Chekka qishloqda. Instagram yo'q qo'ymagansiz. Payti Instagram yo'q edi. Faqat shu professional sport, shu faqat mehnat qilganmiz. Uy ishini ham qilganman. Hammasini bir olib ketganman-da. Qanaqadir vaziyat bo'ldi, to'xtadi. Shu bilan keyin Moskvaga ketganman. Oilaviy sharoit to'g'ri kelmadi. Ishlashga to'g'ri kelgan. Ya'ni siz zinash shunda oldin urushga nechta marta jangga chiqqansiz? Men esimda yo'q ko'p, lekin O'zbekiston chempionatlari mana 2002 Moskvada ham yubitelskiy sport turida urushdim, keyin proflarda professionalniy hammasida yutganman. Bittasida shu yutqazib qo'ydim, endi
ham strokida ishlardim, kunduz ishlab, kechqurun zalga borardim. O'sha strokidan chiqib, ishdan chiqib borib urushganman-da. Qiyin bo'lmaydimi? Ham ishlab ham jangga borish. Endi qiyin bo'lgan, og'ir bo'ladi, lekin maqsad bo'lganda shu chiqib urushib, Maqsad bu. bayroqni ko'tarib, bir qanaqadir maqsad bilan harakat qilganman-da. Urushishdan asosiy maqsad nima? O'zi masalan kimnidir jangga chiqarish yoki ringga chiqib urushishdan. Urushdan maqsad shu hozir sportda menimcha yaxshi aytadi-ku, sport biznes, yaxshi pul aylanadi. Iloji boricha chiqib urushib, yaxshi pul topib, ota-onamga shu sharoitini qilib berish. Boshqa sohani tanlasangiz ham bo'lardi-ku. Endi boshqa soha hamma o'zining sohasida professional bo'lgani yaxshi-da. Men shu sportda misol uchun qo'limdan keladi-da, shuni qilyapman. Mana xudo xolasa sekin-sekin bo'lyapti. Kimdir bloger bo'lsa, bloger o'zining ishini qilgani yaxshi. Zo'r. Misol uchun tadbirkor bo'lsa, tadbirkor o'zining ishini qilgani yaxshi. Hozir bitta savol beraman. Mana aytyapsizki, men asosan sport turiga kelishingizga siz sababchi bu pul, to'g'rimi? Ha, shunday. Katta pul topish, uydagilarga yordam berish, boshqa qilish. O'sha jangga qiziqish boshlagan paytingizda o'sha maqsad pul bo'lganmi yoki hobbi bo'lganmi yoki bir qiziqish bo'lganmi? O'sha jangga qiziqish boshlagandan nima? Jangga qiziqish birinchi o'sha общий sport karyeram boshlanishiga shu Dagestonlik Habib Nurmagomedov bo'lgan. O'sha xulqi, keyin o'sha chugurmalarda chiqib kelishi, shu qanaqadir shu xislati yo'qdi, keyin shu bilan qiziqish boshlandi. Shu bilan sekin-sekin o'sha mana hammasi jangga chiqqandan keyin bir taassurotni tushuntirib bera olasizmi? Agar bir ringga chiqqandan qanday bo'ladi? Odam bir inson bir qanaqa bo'ladi? Bir masalan jangga chiqyapsiz, tasavvur qiling. Ringga chiqdingiz, masjidda ring deb tasavvur qilaylik. Ichingizda nimalar o'tadi? Ichimdan shu chiqib buzib tashlash kerak, bo'ldi tamom, buzib tashlash kerak, sразу jangni yakunlab tekislab tashlash kerak. Shu bayroqni ko'tarish kerak. Bayroqni ko'tarish kerak. Pulni olish kerak, uyga borib, ota-ona bilan chiroyli dasturxonda shu choyni ichib o'tirish kerak. Shuni tasavvur qilasiz, to'g'rimi? Ichingizdan shu o'tadi. Men shu kayf qiladigan joyim shu, chiqaman, urushaman, o'zimning ishimni qilaman. Ketaman, o'sha oladigan pulim, bayroqni ko'taraman, bo'ldi ketaman, boraman, chiroyli ota-onam davrasida o'tirib, o'sha narsa menga kayf beradi. Gonorar qancha bo'lgan o'sha chiqqan jangga chiqqan paytlaringiz? Eng ko'p pul olgan pulingiz? Ko'p, unaqa joy ko'p emas. Bir $500 bo'lgan boshlanishiga. Keyin sharoit bo'lmagan, chiqishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Qanaqadir nima desa bo'ladi, ana bu baribir kamchilik bo'ladi-da. Sportsmenda u yetishmaydi, bu yetishmaydi. Misol uchun siz yaxshi kiyim kiyib, chiroyli kiyimlarni kiyib borib zalda trenirovka qiladigan bo'lsangiz, ota-onangiz bu yoqda ishlab yuradigan bo'lsa, bu narsa men o'zimga sig'dira olmayman-da. Ana shu uchun keyin sразу sportni ozgina ma'lum vaqt to'xtatib, sразу ota-onamga yordam berish uchun ishlashga to'g'ri kelgan, ishlayman. Shunaqa. Hozir endi masalan hozir ham ishlayapsiz, hozir yana shu trenirovka ham qilyapsiz. Ham ish, ham trenirovka, uydagilarga pul jo'natib turish kerak. Ota-onangiz hozir Qoraqalpog'istonda? Yo'q, shu yerda Toshkentda, dadam Toshkentda, onam uyda. Uyda. O'zi ham edi. Bu yerda endi hozir ijarada turasizmi? Bu yerda kvartirada turamiz, sportsmen bolalar bilan birga ijarada. Qancha to'laysiz? Endi shu to'laymiz-da. Aytavering. Расход bo'ladi-ku. Qancha? Keling, hali mana sizga ham bitta savol beraman. Oyiga qancha pul topasiz? Oyiga. Yo'q. To'g'risini aytavering. Hali topmaymiz, to'g'risi. Ishlaganimiz o'zimizga ketadi, uyiga ketadi, shunday. Mana qarang, siz bilan bo'layotgan suhbatimiz borini boricha aytaylik. Qiziqarli bo'lsin. Sizni kuzatayotganlar siz haqingizda bir qiziqarli bir ma'lumotlarni bilib olsin. Sizga shu introdan keyin balkim sizga bir hurmat oshib ketishi mumkin yoki boshqa bo'lib ketishi mumkin. Teskarisi bo'lib ketishi ham. Endi bu yo'q xudodan. Shuning uchun borini boricha aytaylik. Oyiga qancha pul topasiz? Masalan, hozir stroykada ham ishlayman deyapsiz, trenirovka ham qilaman deyapsiz. Qancha pul topib bilasiz? Umumiy daromadingiz? Endi to'g'risi biz qishloqning bolasimiz, hali hech qanaqa bir natijaga erishmadik. Ishlaymiz, nima deydi, ana mardikorlik ham qilamiz, liboy ish qilamiz. Sababi maqsad bor. Ishni ham qilamiz, trenirovkani ham qilamiz, uyga ham pul jo'natamiz. Yo bir vazirni, yo bir hokim-pokimni bolasi emasmiz biz. Shu liboy ish to'g'ri kelsa qilamiz. Biz qishloqda katta bo'lganmiz. Biznes yo'q. Biznes yo'q. Otangiz ham oddiy svarchi bo'ldi. Oddiy svarchika otam, men ham shu oddiy oiladan chiqqanman. Maqsad shu ota-onamni shu
Zo'r Hozir yashashi. malades, havas qildik. Xudo xolasa tarbiya bergan ota-onangizga kattakon rahmat. Shunda men gapingiz uchun ham. Hozirda mana jangga chiqasiz. Gonorar $500 deylik. Qoplaydimi? Endi qoplamaydi, lekin sekin-sekin ko'tariladi-da u boshlanishi shunaqa. $1000 bo'lsa ham qoplaydimi? Даже расходga yetmaydi to'g'risi. Rasxod yetmaydi, shuni aytaman-da. Vitaminizatsiya, yeb ichishingiz bor, ijara pul, bordi keldi, zalga pul berasiz. Bu narsalar Rasxoddan, rasxod qoplamayapti. Qoplamaydi. Shunday ekan, shu boshqa yo'nalish tanlasangiz ham bo'ladi. Futbolchilik masalan, misol sportdan, futbol, liba hozir sizniki anaqa, MMA. Boks tanlasangiz bo'ladi, kurash, nima? Nimaga boshqalarni tanlamadingiz? Nimaga aynan MMA? Chunki MMAda yaxshi pul beriladi, endi boshlandi shunaqa 500 ming, sekin-sekin u yog'iga ko'tarilib ketaveradi-da. 2-3 ming, 4 minggacha ko'tarish ehtimoli bor. Ikkita, uchta bo'y, keyin u yog'iga keyin hammasi sekin-sekin qoplab ketadi. Endi kimdir jelaniyasi bo'lsa, bir qanaqadir hurmat qilib yaxshi ko'rsa, kimdir podarka qiladi, mashina, uy yoki bo'lmasam bir qanaqadir ko'nglidan chiqib bir hadya, bir pul kimdir qiladi, yordam qiladi. Tushunarli. Hozirda Octagon Liga degan narsa chiqqan. Men to'g'risi boksga bunaqa bir sizlarning sport turlariga вообще men qiziqmayman. Shunchaki sizni bir kuzatib qo'yaman. Anchadan beri tem bo'lasiz bizga yezemlak desak ham bo'ladi. Ham TikTokda ham masalan suhbatlashib turamiz efirda. Shunga aynan sizga intervyu olishga qiziqdim. Balkim siz tufayli men shu sport turidan men ma'lumot olishim mumkin. Shunga sizga berayotgan savollar. Hozir Saturn degan shu Octagondan chiqqan shu inson. Tanisizmi u inson? Saturnni taniymiz, hozir Octagonni bir zvezdalardan biri. Yulduzi desak ham bo'ladi. Yulduzi Saturn. Tan olish kerak-da, o'g'il bola va hammamiz ham shu sport. U ham gap yo'q, Saturn ham endi noldan chiqqan, qiyinchilikdan katta bo'lgan, kimdir o'zi yaxshi ko'rar, kimdir yomon ko'rar. Men endi o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Sababi men o'zim ham noldan kelyapman, u ham noldan chiqqan bo'ldi. Endi uni ishi shuda, Octagonda qiladigan ishi showmen, u o'sha trishtokni qilib berish kerak mediasini. Gap yo'q, hozir mana ishlayapti, yo bir o'g'irlik qilmayapti, yo boshqa qilmayapti, bir birovni urib yoki boshqa bir kissasidan pulini olmayapti. Shunday lekin. Halol mehnat qilib, chiqib urushib, o'zini ishini qilib pul topyapti. Gap yo'q, hozir mana pul ishlagan puliga otasiga mashina mindiryapti. Yutgan garanaridan ana bolalar uyiga hadyalar qilyapti. Bu uncha-munchasiga ham emasda, to'g'risi. Kimdir uni o'rnida boshqa birov bo'lganda kibrga berilib, kayfga berilib ketardi. To'g'ri, u gapingizdan zo'r. Men shaxsiy fikrim omadini bersin. Omadini bersin. Endi dalshi harakat qilsin, baribir o'zimizni vatandoshimiz bayrog'ini ko'taryapti, men xursandman. Malades. Ya'ni sizda hasad yo'q, havas bor. Menda hammaga havas bor. Malades. Bu ishingiz to'g'ri. 5 ga teng desak ham bo'ladi. Endi xudo xolasa maqsad nima? Maqsad reja, oldingizdagi. Hozir rejalarim, xudo xolasa kontrakt olib, 1 yilga 4 ta jang kontrakt olamiz, u yog'iga keyin bosamiz xudo xolasa. Biron joyda masalan men demoqchimanki, qachon stroykani ham to'xtatib, bor e'tiboringizni mana shu Octagonga qaratasiz. Qachondan boshlab bu qachon bo'lishi mumkin? Yoki biron nimani kutyapsiz? Hozir ishlayapmiz. Hozir mana yaqinda Bars klubga kelib qo'shildim. Rashid aka ustozni yo'llariga keldim. Yaxshi inson. Vaqtiga Murod aka Xanturayev eski bayistlarimizga ustozlik qilgan inson yoniga keldim Toshkentga. Ustoz yaxshi inson. Hozir mana gaplashyapmiz. Xudo xolasa kontrakt olamiz. Shu shoy olamiz. Dekabrga nasib bo'lsa bo'y Toshkent Qum Arenada. Maqsad jamoa bilan Bars klub bilan xudo xolasa birgalikda chempion bo'lib, Octagonni xudo xolasa yondiramiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Maqsad shu, bayroqni ko'tarish kerak, gonorarni olish kerak, pulni topish kerak, bosish kerak faqat. Bo'ldi. Endi qiyin, hozir endi sharoit ham zo'r emas. Men o'zim ham qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Endi gap yo'q, endi boshqa sportsmenlarga qaraganda, misol uchun kambag'alning bolasi ko'proq harakat qiladi deydi-ku, och bo'ri yaxshi urishadi-da, to'g'ri. Och bo'ri to'g'ri, tushunaylik, och bo'ri. Misol uchun biz ham noldan kelyapmiz, hozir qiyinchilik, pul yo'q, uyga kerak, u kerak, bu kerak. Biz ham hozir urushimiz, ishimiz shuda, chiqib urushamiz, pulimizni topamiz. Shu maqsad shu. Maqsad shu. Sponsorlaringiz bormi?
Yo'q, sponsorlarim unaqa yo'q, to'g'risi. Sponsor yo'q. Ha, u qachon siz ko'tarilib bir yaxshi marraga erishganingizda sekin-sekin kelishni boshlaydi ular. Lekin men agar hozir bu kishi shuni aytdilar, men bitta narsa aytib o'tgan bo'lardim. Iloji boricha sponsorlikdan hozirdan qilish kerak. Sababi bu ko'tarilib bo'lgandan keyin sizning umuman keragingiz yo'q-da bu kishiga. Shunday. Hozirdan ko'tarsangiz, ertaga sizni ham bu bemalol ko'tarib biladi deb o'ylayman. Shuning uchun sponsor bo'lish kerakmi? Hozirdan bo'lish kerak deb o'ylayman. Mening bu fikrim avvalambor sponsorlaringiz ko'payib ketsin, xudo xolasa yoningizda turadigan. Bizlar ham xudo xolasa mahalla shou ham og'amizga qo'lidan kelgancha albatta sponsorlik qilib, nimadir yordam kerak bo'lsa yonida turadi. Agar sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib tursanglar, xudo xolasa mana shunaqa yosh sportchilarimizni ko'tarib, ularni qo'llab-quvvatlab O'zbekiston bayrog'ini yanada ko'klarga ko'tarishga qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shamiz. Hamma gap sizlarda. Like ni bosing, kanalga obuna bo'ling, kommentariyaga keyingi intervyularda kimlarni chaqirishni va ularga qanaqa savollar berishni yozib keting obyektlarni. Endi sizga keyingi savol. Uydagilar mana shu jangga chiqishingizga qarshilik qilganmi yoki yo'q? Endi jangga chiqishga qarshilik, o'sha sportni boshlashimga qarshilik qilgan, meni ko'proq eng muxlisim ham, eng qo'llab-quvvatlaydigan insonim ham onamda. Shu yaxshi bo'ladi, harakat qilur, shu onam ko'proq sportsmenlarga havas qiladi, shu televizorda ko'rib o'tirganda ham, misol uchun shu meni o'g'lim shunaqa bo'lsa edi, shunaqa joylarga chiqsa, chempion bo'lsa, havas qilib o'tirardi-da, keyin mana sekin-sekin harakat qilyapman-da. Shu maqsadim shu hozir ota-onam uchun harakat qilyapman. Onam havas qiladi sportsmenlarga, davlasa men ham shunaqa bo'laman deb harakat qilyapman. Xudo xolasa nasib erishing. Lekin mana jangga chiqasiz-ku, qoshingiz yirtilib ketishi mumkin, to'g'rimi? Biron joyingiz bir miyatina paydo bo'lishi mumkin, yorilish bo'ladi unaqa vaziyat. Shunga uydagilar qarshilik qilmaydi, masalan, o'g'il bu ishga. Qarshilik qiladi endi. Dadam tashadiydi sportni. Endi mana shu qurolum bor. Kerak emas deydi, boshqa ish qil deydi. Shu borib odamlarni deydi, shu mardikorlik qilib bo'lsa ham pul ishlab topganing yaxshi deydi. Sog'liging menga kerak deydi. Lekin qachongacha misol uchun odamlarning ishini qilasiz? To'g'ri. Men o'zim endi to'g'ri halol mehnat u ham yaxshi, lekin bir umr birovning qo'lida ishlashni xohlamayman, to'g'risi. Mana deysiz. O'zim maqsadim bor, o'zim tarix yaratishni yaxshi ko'raman. O'zim chiziq, ana shu bitta yo'nalish chizdimmi, o'shanda o'zim yurishni xohlayman. Qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham shu maqsadga erishish. Mana deysiz. Omadingiz bersin. Bu fikringiz to'g'ri. Sababi inson to'g'ri birovning qo'lida ishlash ayb emas. Ayb sizda o'sha qo'lga ishga borganingiz. Shunday. Bu degani siz ham odam ishlatib bilasiz. Siz ham zo'r bo'lib bilasiz. Faqat nima qilish kerak? Siz aytgandek oldingizga maqsad qo'ydingizmi, o'sha maqsad sari tinmay kurashish kerak. Ishingizga omad bersin, xudo xolasa, janglaringizda har doim g'olib bo'ling, hech qachon shu Xorazmda menimcha yutkazadigan odam bo'lmasa kerak, chunki xorazmliklar Pahlavon Mahmuddan avlodi. Kurak hech qachon yerga yetmagan inson. Sizlar ham shu insonlardek xudo xolasa ulug' inson bo'lib, shu O'zbekiston bayrog'ini shu ko'klarga ko'tarib yurish hammamizga nasib qilsin. Men nima deymiz? Bunaqa ukalarimizni, hozirga chiqayotgan ukalarimizni albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Instagramingiz bormi? Ha, Instagramim bor. Qancha ahvat? Ahvat degan narsa. Ahvat bir 15-16 million bor. 15-16 million ahvat bor. Istoriyangiz prosmotri? Istoriyam prosmotri 35-40 ming shunaqada. 35 ming 40 ming prosmotri bo'ladi, ya'ni istoriya. Reklama tushsa masalan qabul qilasizmi? Instagramini past yozib qo'yaman og'alar. Reklama tushsa qabul qilasizmi? O'sha davno menda reklama tushyapti, lekin olmayapman-da. Nimaga? Pul kerak-ku. Lekin Adnispay, Mospay, qimorlardan tushyapti-da. Qimorni reklama qilmoqchimisiz? Yo'q, qimorni reklama qilmayman. Sababi qimorga tushyapti reklama. Oyiga bittasi 2000, 3000 beraman deyapti, bittasi yana 3000, xullas 6000, 7000 dollar oyiga menga shunday yotib ham ishlasam bo'ladi Instagramda, lekin qilmayapman reklama. Kerak emas-da. Mo'sh mana qimordan emas, boshqa narsadan reklama tuzish. Endi boshqa narsa, endi men odamlarga manfaatim tegadigan yaxshi nima bo'lsa, men reklama qilaman. Reklama qilasiz. Unday bo'lsa, Instagramini past yozib qo'yaman. Bemalol o'tib, o'zlari bilan aloqaga chiqarasizlar, xohlasalar istoriyasiga, xohlasalar postiga qo'yib berasiz, xudo xolasa. Endi nimaga aytyapman? Chunki bu kishiga shu moddiy yordam kerak. Agar kimda kim shu xizmati bo'lsa, bemalol aytsanglar, xudo xolasa, sizlarni o'sha reklamaga bergan pullaringizdan bu kishi o'ziga foydalanadi, bu sport. Sizga обязательно menimcha sportga kerak bo'lsa kerak deb men baribir.
o'ziga ishlatiladigan maqsadda ukamiz qo'llab-quvvatlash maqsadida. Endi jangni men urushmayman, jangni men tashiyman degan kunlaringiz bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Urushmayman, bo'ldi, men to'xtataman deb. Qachon? Endi shunaqa vaziyat bo'ldi. Men 2024 onam kasal bo'ldi-da, shu oyog'idan suyak yemirilishi bilan mazasi qochdi. Keyin o'sha payti shunday vaziyat bo'ldi, tashayman bo'ldi dedim. Yig'ishtiraman sportga, ketaman Moskva dedim, ishlab pul topib davolataman degan vaqt bo'ldi-da. O'sha payti keyin onam aytdi, "Yo'q, ketmaysan" dedi. "Men sen uchun chidayman" dedi. "Lekin sportingni tashlama" dedi. "Oxirigacha borish kerak" dedi. "Shuncha yillik mehnating" dedi. "Endi bir kunda tashlab ketasanmi" dedi-da. Ana shu menga anavi bo'ldi-da. Motivatsiya bo'ldi. "Shuncha yillik mehnating, qiyinchiliklarni" dedi, "bir kunda tashlab ketasanmi" dedi-da. Keyin shu katta motivatsiya bo'ldi. Tashlaganingiz yo'q. Tashlaganim yo'q. Ya'ni o'sha uydagi oilaviy muammolar sabab siz tashashingizga sababchi bo'lgan ham shu oiladagi muammolar. Sportni tashlashimga shunaqa oilaviy sharoit bo'lib qoldi, lekin onamni gapi bilan tashlamadim. Faqat onam motivatsiya beradi, onam podдержка qiladi. Malades. Ona jannat onalar oyog'i ostida. Kim onasini yaxshi ko'rsa bittalak. Endi xudo xolasa mana sportchilardan kimlarni taniysiz? O'zingiz mana shu O'zbekistonda, shu o'zingizni sportist turidan-da, ya'ni oktagondanmi? Oktagondan kimlarni taniysiz? Va ular bilan salom alaygingiz bormi, ko'rishib, gaplashib? Endi salom alaykum bor, yaxshi, hammasi professional UFC'da urishadigan mana yaxshi akalarimiz bor, hammasi bilan salom alaykumimiz bor, yaxshi insonlar. Endi bizga ham nasib qilsin shunaqa UFC'da urishib yurish. Lekin avvalambor, rahmat. Lekin ko'p nima deydi, o'sha chempionlar men ham taniyman, ular ham meni taniydi. O'sha ko'pchiligi bilan aloqa bor, gapni qisqasi. Men 2019 da kelganman, o'sha sportsmenlar 19 yoshimda yurganman, chempion bo'lib, Rukopashnida, sborniy komandada yurdim. Ramazan Temirovlar bilan boshqa yana ko'pchilikda xullas. Xullas ko'pchiligi bilan qatnashgan bor. Zvezdalar hammasi. Hammasi bilan. Nimaga men bitta narsaga hayronman-da, mana O'zbekistonda anaqa o'rin olganman deyapsiz, urushganman deb. Nimaga shu paytgacha sizni hech kim tanimagan? Shu paytgacha tanimagan sababi men internet polvonmasdim. Internet bo'ldi, tushunarli. Ya'ni internet polvonmasdim, hech kim tanimasdi. Endi hozirga kelib Instagram rivojlandi. Misol uchun ko'pchilik любой sportsmenni shu ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishyapti-da. Shunday. Televideniya orqali emas, yo boshqa ijtimoiy tarmoq, studiyalar orqali emas, anavi qanaqadir nima emas. Faqat shu ijtimoiy tarmoq orqali ko'p sportsmenlar ko'tarilyapti-da. O'sha payti menda bo'lmagan Instagram. Nimaga qilmagansiz? Bilmadim, biz oddiy qishloqda yurganmiz, shu mol boqib qilib. Yo'q, endi masalan qora mehnatda yurganmiz. Yo'q, to'g'ri. Ish bo'lmagan. Yo'q, to'g'ri, uni u gapingizda to'g'ri, lekin masalan jangga borasiz. Instagram boshqa haqida masalan baribir ma'lumot olasiz-da. U yerda masalan shoumenlar, boshqalar bor. Nimaga o'sha paytgacha qilmagansiz? Agar qilganingizda bu hozir qanday bo'lgan bo'lardi deysiz? Agar o'sha paytlari men Instagramda bo'lganimda, hozirga kelib men o'sha UFC'da bo'lardim. UFC'da bo'lardingiz. O'sha 25-26 o'sha odam UFC'da bo'lish kerak, любой sportsmen. U 25-26 dan keyin menimcha bilmadim. Malades. Agar shu payt bo'lganingizda hozir o'sha UFC'ga chiqib ketib, u keyin qiziqish boshlandi. Qarasam, o'sha hamma Instagramda zvezda sekin-sekin men ham nima kamim bor dedim. Mehnat qilyapmiz, hammasi joyida, sport formamiz bor. Keyin o'yladim, davay dedim, bosamiz dedim. Shu bilan bosganman hozir. Hozir qancha auditoriyangiz bor? Auditoriya hozir Подписчикинgiz 110 mingmi, shunday. 110 mingdan oshiqroq. Ko'tarilib ketyapti. Malades. 100 mingdan oshiqroq auditoriyasi bor, malades. Endi gap yo'q, men o'sha joyda ham bitta gap aytmoqchiman. Buni sababchilaridan bittasi eng avvalo O'zbekiston podдержка qilyapti. Keyin ana misol uchun TikToker aka-ukalarim bor. Taniyman. TikToker aka. Shu O'zbekistonda zvezdalardan shu Aziz aka UFC bor, Sardor Gangster, keyin bir tarafdan siz. Keyin yana kim bor? Shu O'zbekistonning TikToker nimalari ko'tardida mana keyin videochilar. Keyin o'sha TikTokerlari, keyin bu tarafdan sport blogerlari bor aka-ukalar, o'shalar podдержка qildi. Mana shu insonlar ko'tardi-da. Bo'lmasa yo'q.
Men Yurardingiz. to'g'risi yo'q odam edim. TikTokda To'g'ri. ham, Instagramda ham yo'q edim. Hozir TikTokka ham kirasiz. TikTokka ba'zida kiraman ha. Lekin passiyan emas. Passiyan asosan siz Instagramda. Ha, Instagram, keyin постоянный sportda turmoqchi. Sport. Xudo xolasa kattaroq jangga chiqdingiz deylik. Yutdingiz jangda. Gonorarini ham yaxshi oldingiz. Nima qilasiz birimiz? Gonorarni puliga. Kanalni pulini shunday boraman, ota-onamga beraman. Eng kayf beradigan joyi shu, shunday xolos terlab pul topasiz, shunday olib borib, onangizga, dadangizga berib, bir kilo go'sht, oshni olib, shunday uyda bir O'tirish boshqacha. uyda oilam davrasida bir osh bilan shunday chiroyli o'tirsa, ota-onam davrasida ana shu menga eng kayf beradigan joyi. Bu sizni yanada kuchli qiladigan, keyingi jangga ham tayyorlaydigan shu narsa bo'lsa kerak, mana deysiz. Manimcha bu har bitta o'zbekning orzusi bo'lsa kerak. Oilasi bilan o'tirib, oshni davrasida, dasturxon atrofida osh yeb, chacha qilib o'tirish. Avvalambor orzungizni yeting. Bundan-da katta janglarga chiqish nasib qilsin. Sizni sport turingiz bo'yicha Saturn, Tyson, Odilxon MMA. Ya'ni bular taniqli. Undan ham juda ko'p to'g'ri O'zbekistonda shu ya'ni oktagon liga bo'yicha taniqlilar ko'p. Endi hozirda topda turganlar Saturn, Tyson, Odilxon MMA. Agarda imkoniyat bo'lsa yoki shunaqa bir vaziyat to'g'ri kelib qolsa, uchalasi bilan qaysi biri bilan jangga chiqqan bo'lardingiz? Va qaysi birini yengishga kuchingiz yetadi? Endi gap yo'q, hozir oktagonda Odilxon, Saturn, O'zbek Tyson bular hammasi o'sha media qirollaridan uchalasi. Lekin boshida chiqqanimda men hammasi bilan urushaman deganman. Keyin hozirga kelib mana o'sha qanaqadir o'zimda shu O'zbekiston poddeska qilishni boshlagandan keyin men o'zbeklar bilan urushmayman deganman. Bu bolalar haqida to'liq ma'lumot olganman-da, men uchalasi haqida ham. Qarasam hammasi yaxshi bolalar. Hammasi o'zimizga o'xshagan oddiy, qiyinchilikda katta bo'lgan bolalar. Lekin shunaqa imkoniyat bo'lib qolsa, agar shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, bu chista sporting interes uchalasini bersa, men o'sha uchalasini bir kunda uraman. Bir kunda deganda nima deydi, birinma ketin uraman-da. Izimma ketin. Ha, izimma ketin. Lekin unaqa qilmayman, chunki bular hammasi vatandoshlarimiz, o'zimizning o'zbek zemlagimiz, vatan bayrog'ini ko'taryapti. Albatta, albatta. Bundan keyin xudo xolasa o'zbeklar bilan birontasi bilan urushmayman. Balki mas'ulni majbur qilib qo'ysachi. Endi majbur qilishsa ham mayli kelsa, zaliga kelsangiz, mana chiroyli sparring tushib qo'yamiz. Endi masalan, ya'ni o'zingizning kuchingizni men savol beryapmanki, savol diqqat bilan eshiting. O'zingizning kuchingiz uchalasidan qaysi birini yengishga yetadi? Uchalasiga ham yetadi. Uchalasiga ham yetadi. Uchalasiga ham yetadi. Uchalasiga birdaniga yetadi. Uchalasi bir vaqtni o'zida sizga olsa, uchalasiga ham yetadi. Ha, yetadi. Lekin urushmayman. Uchalasi bilan ham urushmayman, chunki yaxshi zemlak hammasi hurmat qilaman-da. Men urushmayman deganim. Hazil joningiz sog' bo'lsin. Hech kim anaqa qilmaydi. Prosta shunchaki bu hazil. Odilxon og'a Saturn, O'zbek Tyson, omadinglarni bersin. Xudo xolasa nasib qilsa mana bu jang uyushtirilyapti. Raqibingiz kim? Raqib hozircha Kamil Karate mana Goldga vizit tashlayapti. Men srazi chiqqanman. Davay Gold aytganman, formada emasman, lekin urushib qo'yiraman degan. Men aytganman, davay Kamil Karate, men mana formadaman, davay xohlasang dekabrga, xohlasang shu oy oxiri Qozog'istonga boraman deganman. Endi bular bilmadim, Gold bilan Kamil Karate PR qilyaptimi, qanaqadir yo auditoriyani ko'tarish uchun media qilyaptimi, bilmadim. Men lekin chista O'zbekistonning kuchini ko'rsatib chiqqanman, video обращение nima bilan davay men qabul qilaman deganman. Agar oktagon liga bersa Kamil Karateni mana 19-dekabrga Toshkent Xuma arenada bo'ladi. Farqi yo'q. Kamil Karateni beradimi? Lekin o'zbek bermasa bo'ldi. O'zbek o'zimiz vatandoshimiz bermasa bo'ldi. Boshqa liboy bilan urushamiz. Kerak bo'lsa erkabo'lanni bersa, erkabo'lan bilan ham urushib qo'yamiz. Erkabo'lanni yo'q qo'ramizmi, yo'qmi? Yo'q qilamiz, nima? Chiqamiz, buzib tashlaymiz, tamom. Shu videoni Erkabo'langa tashlab qo'yinglar. Erkabo'lan sizga mana kuchli raqib. Agar aqlingiz yetsa kelasiz, yuboramiz. Liboy verayman. Liboy verayman tayyorsiz. Liboy verayman. Erkabo'langa. Erkabo'langa so'z tashlab qo'yasiz. Qo'ymasanglar bo'lmaydi. Nasib qilsa endi Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan, to'g'rimi? Xudo xolasa
ishlaringiz zo'r bo'lib ketgandan keyin Toshkentga ko'chib kelasizmi yoki shu Qoraqalpog'istonda qolasizmi? Shu hozir karyeramni ana Toshkentda trofkamni qilyapman. Nasib bo'lsa, endi ko'pchilik savol beradi, "Sen o'zbekmisan, qoraqalpoqmisan?" Keyin qanaqadir o'sha bir ikkita odamlar bo'ladi-ku o'zi bir Bo'ladi, ha. bardak. Keyin men aytaman, Qoraqalpog'iston bu Qoraqalpog'iston, Xorazm, O'zbekiston hammamiz biza bir. Lekin Qoraqalpog'istonda ham o'zbeklar yashaydi deyman-da, o'zbek millati yashaydi. Albatta. Bu degani Qoraqalpog'iston bu unaqa ajratish emas. Nasionallik qilmas kerak. Qilmash kerak-da. Men aytayapman, men o'zbekman, Qoraqalpog'istonda yashayman. Urf-odatim, boshqasi hamma narsa men Xorazm. Gapirishlarim nechiksiz, jallimisiz? Shunday. Bizda urf-odat Xorazm, lekin Qoraqalpog'iston territoriyada. Hammamiz birimiz, unaqa qilmanglar, ajratmanglar deb ko'p aytaman shu gapni. Ya'ni xudo xolasa siz maqsadim endi oxiriga yetiray gapim. Maqsadim xudo xolasa karyeram zo'r bo'lsa, yaxshi pul topib, nasib bo'lsa Toshkentdan ota-onamga uy, mashin. Endi dadam o'zi o'rgandi Toshkentga, chunki necha yil bo'ldi Toshkentda ishlaydi, o'zi svarchik. Ko'p shu men 17, 18, pashti bir 10 yil bo'ldi dadam Toshkentda ishlaydi, borib kelib ishlab yuradi. O'zi dadam o'rgandi Toshkentga. Shunga bitta uy, bitta mashin, xudo xolasa sport karyeramni ham xudo xolasa Toshkentda davom ettiraman. Xudo xolasa nasib. Mana shu menimcha ustozlaringiz ham hammasi Toshkentda bo'lsa kerak. Ha, Toshkent. Endi ustozlaringizni nechta ustozingiz bor? Sizga asosan sizga ta'lim bergan, yo'l yo'riqni o'rgatgan nechta ustozingiz bor? Ustozlarim hozircha bitta shu Rashtaka Aqalbayev, Barskulov deyim. Ustozim shu hozir bitta meni. Boshqa ustozim yo'q. Murabbiyingiz shu. Avval birinchi karyeram boshlanishiga rahmatli u inson qaytish bo'lgan Behzod Nurmatov olamdan o'tgan. Keyin mana ulardan keyin Muzaffar Rajabov bo'ldi. Qanaqadir vaziyat to'g'ri kelmadi. Ham ishlardim Buxoroda ham Trnovga to'g'ri kelmadi to'g'risi. Shu bilan keyin Toshkentga qaytganman. Rashtakamni yo'llariga ustozni Barskulovga kelib mana qo'shildim. Ko'p chempionlar bor. Bobur Abdulazizov bor. Yana boshqa ko'plab sportsmenlar bor. O'sha nima zalda. Men nimani xohladim? Men ana bu aytadi-ku 4 ta boyni yonida yursang 5-inchisi sen bo'lasan deydi-ku. Men shu Zvezda 4 ta chempion yoniga kelsam 5-inchisi men bo'laman. Nasib xudo xolasa. Shuning uchun maqsad bilan keldim. Shu chempionlar yonida yurib, xudo xolasa chempion bo'lish maqsad. Nasib inshaalloh. Endi sizni hayotingizga qaytamiz. Mana sport sohasidagi ponni savollarimiz tugadi. Endi hayotingizga qaytsangiz, sevgan qizingiz bormi? Endi bo'ladi-ku baribir. Yes, o'zi yigit kishini qizlar sindiradi, ichkilik sindiradi, chekish sindiradi-da. Ana shu narsa keyin ana bu iymonni susligi deydimi, pastligi sindiradi-da. Ana shu uchun sevgan qizim bo'lgan vaqtida. Keyin shu bilan biz endi oilaviy sharoit to'g'ri kelmagan, gaplashganmiz, o'qigan. Короче, baribir ayol kishiga qanaqadir buni olib borasiz, paraka qilish kerak, qanaqadir vaziyat to'g'ri kelmay qoladi. Shunday. Xafa bo'ladi. Bizda bo'lmagan vaqtiga o'sha narsa keyin shu bilan ketganda. Hozir hech kim bilan gaplashmaysiz. Men hozir sevgi, pevgi. Yo'q, menda hozir sevgi, do'stlar, ziyofatlarga borish, to'ylar, unaqa narsalar yo'q menda. Hech yo'q. Maqsad hozir ota-onamni zo'r yashash uchun men qo'limdan kelganicha harakat qilishim kerak, ishlashim kerak, iloji boricha ota-onamga zo'r sharoit qilib berib, yoniga chiroyli pul qo'yib qo'yishim kerak. Чтобы ota-onam hech narsaga kam bo'lmashi kerak, muhtoj bo'lmaslik kerak. Maqsad shu. Hozir men sevgi, muhabbat desam, boshqa desam, u menimcha oxiri yo'q narsalarda. Oxir narsa yo'q. U bir kun keladi, tashlaysiz. Sizdan zo'ri chiqquncha siz zo'risizda. Qizlar uchun bo'ladimi, do'stlaringiz uchunmi, qarindosh urug'larmi? Hammasi uchun sizdan zo'ri chiqquncha siz zo'risiz. Shuning uchun biz zo'ri bo'laylik, ota-onamiz uchun eng zo'ri bo'laylik bo'ldi. Bizni borimizda ham, yo'g'imizda ham faqat ota-onamiz yonimizda turadi. Boshqa turadi. Sevgan qizingiz pulingiz bo'lsa bor, obro'yingiz bo'lsa bor. Agar qanaqadir vaziyat bo'lsa, sinib qolsangiz ketdi-da u. Ketdi u. Sizdan zo'riga qarab ketadi. Endi masalan bekor paytlar bo'ladi-ku. Masalan bekorsiz, zaldan bekorsiz, ishdan bekorsiz. Shu paytlar nima bilan shug'ullanasiz? Bo'sh paytlarim kitob o'qiyman. Ota-onam bilan ko'proq gaplashaman.
Boshqa hech qilmaysiz. Boshqa hech qilmayman. Do'stlar bormi? O'zi bir gaplashib, dardlashib turadigan do'stlaringiz bormi? Bor endi, do'stlar ko'p. Ko'pmi? Endi do'st deganda endi do'stni ma'nosi bor-da. Do'st bu o'zi ota-onada do'stning ma'nosi bu yaxshi kunda ham, yomon kunda ham yoningizda turadigan odam bu do'st bo'ladi. Shunday. Bu ota-onada. Endi jo'ralar desangiz bo'ladi. Jo'ralar. Mayli jo'ralar. Bittasi keladi, jo'rangiz bo'ldi. Ketib qoldi, yana o'rniga bittasi keldi, jo'rada u. Bor ish qilib. Bor, Ya'ni gaplashib turamiz, bor. sizni hech kim ota-ona o'rnini bosa olmaydi avvalambor. Lekin ota-onangizdek bir yaqin bo'ladigan insoningiz yo'q ekan demak. To'g'rimi? Shunday. Na sevganingiz, na do'stgan. Shunday. Tushunarli. Meni sevganim ham, meni yaxshi ko'rganim ham, do'stim ham, bori yo'g'im hammasi ota-onamda. Ota-onangiz. Qarindosh tug'ilgan, tanish bilishlar bilan qandaysiz? Endi issiq muomala yo'q. Salom alik. Salom alik. Shunday. Hasad qilishadimi sizga? O'zi hayotda kim bo'lsa ham, na qarindosh, na do'stingiz, na boshqa. Hasad bo'lgan. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Yani shu Toshkentga kelishimga shunday vaziyat bo'ldi. Pul bo'lmay qoldi-da. Keyin pul bo'lmadi. Keyin hammaga shunday telefon qildim. Keyin endi dadam endi men bugun chiqishim kerak bo'lgan Toshkentga yo'lga, keyin ertaga qilgan. Dadam ertaga tashlash kerak bo'lganda pul men dadamdan pul so'rashga sal tortinaman. Iloji boricha o'zim harakat qilaman. Shu payt bitta qarindoshim bor edi. Dadamning ukasi bozorga ishlaydi, puli bor, hammasi o'ziga to'g'ri nima. So'raganman, borib pul so'raganman. O'sha payt aytganda menga shunday ketyapman, trofkamni qilishim kerak. Yo'l keragiga pul berib turing desam, shu sporting nima qilasan, tashagin deganda. Bor ketgin, ishlagin Moskvalarda, o'qil, o'zingga qara. Короче, meni pisand qilmaganda, o'zimni anomda. Amakingiz pashta. Amakim. Keyin bo'ldi deganman, rahmat ketganman o'sha bilan. Hozirga kelib mana nima desa bo'ladi. O'sha payt endi ishlardi, o'zini o'g'li yonida edi, hammasi to'q. Oxiri o'zini o'g'li ham misol uchun mana Moskvaga ketdi, boshqa qildi, o'sha yo'llarda yuribdi-da. Men demoqchiman, o'zingizning akangizning o'g'li bo'ladimi, qarindoshingiz bo'ladimi, begona bo'ladimi, past nazarda qarash kerak emas-da. Keldimi, siz shuni vaziyatini bilyapsizmi, sharoitini tushunib turibsizmi? Что nima maqsad xohlayapti, shunday qilish kerak-da, imkon qadar qilib yuborish kerak. Xuddi shunday. Lekin to'g'ri aytayaptilar. Tanish bilish aka-uka bu og'ayni bu o'sha qiyindanda turadigan eng yaqin insonlarimiz bu o'sha og'aynilarimiz bo'lishi kerak. Chunki ertaga siz ko'tarilib ketsangiz ham Shunday. ularga ham foydasi tegadi bu narsa, albatta. Endi shaxsiy savollarim sizga bir ikkita muxlislar, ya'ni sizni kuzatadigan kuzatuvchilaringiz, obunachilaringizdan bu 3-4 ta savol kelgan, shu savollarni berib o'tsam sizga. Tak, Samandar Tank. Samandar Tank. Sizlar to'g'rimi? Instagramda Samandar Tank. Oldin ichgan ekansiz, ichi? Yo'q. Bunaqa odat Yo'q, unaqa narsa yo'q. Rossiyada. Yo'q. Ichkilik bo'lmagan. Yo'q, ichkilik unaqa narsalardan uzoq yuraman. Oldin ichmaganmisiz umuman? Yo'q. Faqat shu sport, ish, mehnat. Bitta yozishganda, ya'ni Samandar Tank Rossiyada birga ishlaganmiz. Shu birga ichib yurgan paytlarimiz deyilgan ekan. Men yaxshi taniman, yaxshi bola deyilgan, sizni yomonlanmagan. Shunga so'rayapman. Ichasizmi? Endi yo'q, ichmayman, chakmayman, lekin u bilmadim endi. Может, u qanaqadir ko'ra olmaslikdan gapirishi mumkin. Bo'lishi ham mumkin. Misol uchun tanimagan odam, taniyman deb qanaqadir sizni oyog'ingizga bol turish uchun ham anu narsani gapiradi-da. Misol uchun endi o'sib kelayotgan niholni ham misol uchun quritishga harakat qiladi-da, ko'pchilik shunday. Albatta. Samandar Adana Expertdan reklama qila olasizmi? Reklama kelsa. Adana Expertdan. Adana Expert, Mospert, xullas shunaqa narsalardan. Men o'zi boshida qimorga qarshi bo'lganman. Unaqa Adana Expertdan даже hozirga ham reklama tushadi. Misol uchun oyiga 5000, 6000 dollar tushadi-da. Reklama qilib bering, u qiling. Даже hozirgacha ko'rsataman, telefonimda bor yozishganlarim. Qilmayman reklama. Qilmaysiz. Menga otam o'rgatgan shu 1 so'm pul topsang ham shu haloldan top. Borib odamlarning ishini qilib, mardikorlik qilib bo'lsang ham shu haloldan pul top. Kerak emas unaqa narsalar degan. Endi men nimani xohlayman? Qimorni reklama qilib o'zimdan orqada turgan hozir yoshlar o'sib kelyapti. Ularni men jallikka qarab tortishni xohlamayman. Ertaga ular Adana Expertga o'rganadi, 1-2 so'm pul topadi, azartga berilib ketadi.
Keyin sekin-sekin dadasini kissasidan pul olishni boshlaydi yoki mashinani sotadi yo uyini sotadi. O'sha qimorga tikadi-da. Harom narsalarga tikib, Albatta. hayotini misol uchun kelajagini yo'q qilib yuboradi-da. U gapingiz to'g'rilik. U gapingiz to'g'ri. Samandar tank taxallusi qayerdan paydo bo'lgan? Samandar tank taxallusi men birinchi ustozim Behzod Nurmatov bor edi, rahmatli. U haqiqatdan tank edi, o'zini davrida eng zo'ri bo'lib yurgan. U asli Qashqadaryolik G'uzordan bo'lgan, Toshkentda katta bo'lib, Toshkentda ishlab, shu yerda Mudofaa vazirligida, Qurolli Kuchlar akademiyada o'qib, katta bo'lib shu yerda ishlaganlar. Shu inson menga Toshkentga chaqirtirib, o'sha inson yordam qilib, podishka qilgan. O'sha inson menga o'sha taxallusni qo'yganda, u inson endi shunaqa rahmatli olamda o'tib qoldilar-da. Mana tushunarli. O'sha inson menga taxallusni qo'ygan, Behzod Nurmatov tank. Tushunarli. Ya'ni siz murabbiyingiz qo'yib ketgan ekanda bu taxallus. Murabbiyim qo'yib ketgan taxallus. Tushunarli. Samandar jangda, masalan, jangga chiqdingiz. Sizga aytgan summa berilsa, jangni sotasizmi? Jang, men ya'ni yutqazib berishmi? Yo'q. Siz aytgansiz, masalan, pulga chiqaman deyman. Men pul uchun asosan maqsadim pul topish, kattaroq pul topish deyapsiz. Agar sizga o'sha aytgan pulingizni tavsiya qilsa, yutkazib berasizmi? Birinchi pulni olaman. Pulni olaman. Pulni sekin boradigan joyga yuboraman pulni. O'rtaga chiqaman. Keyin shunday vaqt keladi, yutkazmayman, lekin yutib chiqib ketaman-da. Pulni ham olaman, ham yutaman, ketaman bo'ldi. U to'g'ri bo'ladimi-kan u? Endi ozgina noto'g'ri bo'ladi, lekin men ishim to'g'ri bo'ladi o'zim uchun. Sababi men o'zimnikini o'tkazishni xohlayman-da. Pulni ham olasiz, lekin отказ qilmaysiz. Pulni ham olaman, chiqib yutaman ham, o'zimnikini ham o'tkazib ketaman. Lekin unaqa narsa bo'lmaydi. Yutqazish yo'q, chunki men o'zimni nima deydi? Erkaklik nimasi deydi? G'ururini sotishni xohlamayman. Pul uchun, ya'ni pul uchun yutkazib berib yurganlarga nima deysiz? Pulni olib turib yutkazib beryapti. Pulni olib yutkazib berganlargami? Ular endi bilmadim. Bilmadingiz. Yo'q, ular haqida men gapirishni ham xohlamayman. Bormi shunaqalar taniysizmi? Ko'p, hozir ko'paygan. Ko'paygan-a? Mayli, ismlarni aytish shart emas. Samandar agarda jangda mag'lubiyat bo'lsa, ya'ni jangda yengilishingiz ham mumkin, ehtimol bo'lishi mumkin. Shunday, yengilib qolsa, gonorar ola olmasangiz. Hozir yutsangiz ham, yutqazsangiz ham gonorar beradi pul. Endi misol qilib aytilyapti. Gonorar olmasangiz, sport turini to'xtatishingizga bu sababchi bo'ladimi yoki yo'q? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q, nabarot plyusi misol uchun to'g'ri bitta yutqazasiz, lekin buni plyus tomoni bo'ladi-da. Bu yutqazdi degani siz bo'ldi sindingiz degani emas, bu siz chiqib yutqazishingiz bu sizga tajriba bo'ladi. Tajriba bo'ladi. O'zingizni kamchiliklaringizni bilib olasiz. Keyingi etapda ya'ni yutishga 80-90% imkoniyat bo'ladi. Xudo xolasa. Samandar Coca-Cola ichadimi? Lekin men shaxsan o'zim Coca-Colani passiyanda ichaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Lekin kola baribir boshqacha. Ayniqsa shu ishdan kelgandan keyin muzdek haladay top. Ketadi-ku. Puli ham arzon bilasizlar, magazinlarda to'lib yotibdi. Araba mana shu turishi 5 ming so'm mana shunday. Kim tavsiya qilaman. Bunday bo'lsa davom etamiz. Samandar og'amiz xudo xolasa mana kambag'al oiladan chiqqanman deyapsiz. Men ham kambag'al oiladan chiqqanman. Yosh bolaman. Menga biron zalga borib turib o'rganishimga menga pul yo'q. Samandar menga yordam beradimi? Обязательно, men imkonim bo'lsa, men любой, agar meni shunaqa nimam bo'lsa, men обязательно yordam beradi. Qo'ldan kelganicha imkoniyatimga qarab, bormi imkoniyat shunaqa, agar o'zimda bo'lmasa ham o'sha bor insonnikiga, misol uchun, ana shu bo'ladi, shunday bo'lyapti vaziyat. Senda bor imkoniyat, bunga menda yo'q. O'sha narsani qilib berishga harakat qilaman. Ya'ni yordam berasiz. Qo'ldan kelganicha. Qo'ldan kelganicha nasib qilsa. Sportchilar kibrli bo'ladi deb o'ylardim. Bu insonni ko'rmaguncha, lekin Samandar haqida eshitmaganlarga o'zingizlar masalan eshitdinglar, mana o'zini og'izlari bilan oldin ham jang o'tkazgansiz. Bir qancha janglarni o'tkazgan, yo'q bir medallar olganmisiz? Endi men to'g'risi medal, diplom menda ko'p, lekin foydasi yo'q.
Foydasi yo'q. Oddiy, hammasi oddiy narsalar. Oddiy narsa. Foydasiz narsa. Shuning uchun shuncha narsalarni olib turib, mana deysiz, internet tarmog'ida, ya'ni Instagram tarmog'ida haligacha shu biza taniydigan darajaga yetib kelmaganlar sababi o'sha Instagram. O'sha payt Instagramga qo'yib bormaganda, qo'yib bormagani sababli hozir mana uncha odam tanimaydi. Agar taniganda, lekin uncha obro' e'tiborga ega bo'lgan bo'lardi-da, adashmasam. Samandar, bizani berayotgan savollar sizga bir qarshilik joyi yo'qmi? Afsuski bizda qoladi. Savollarni to'g'ri yoki javoblarni ham to'g'ri berdingiz degan umiddaman. Ertaga videoni o'chirib tashlang. Mana bu yeri menga yoqmabdi, mana bu yeri bunday bo'libdi, mana bu savol bunday bo'libdi demaysizmi? Yo'q, nima uchun? Savollar sizga anaqa qilgan joyi yo'qmi? Yo'q, hammasi cho'tkimi? Joyida. Sizni kuzatadigan ustozlaringiz, ota-onangiz, aka-ukalaringiz va obunachilaringizga ikki og'iz gapingiz. Endi avvalambor hammaga rahmat aytaman. Rahmat. Ustozlarimga ham. Mana misol uchun Toshkentda yashashni ham o'zi bo'lmaydi. Shunday. Misol uchun bir tarafdan ota-onaga qarash kerak, ishlash kerak. Eng avvalo men otam, onamga ham rahmat aytaman. Meni shuncha sportimni tashama, davay oldinga qo'llab-quvvatlayapti ota-onam. Rahmat aytaman. Ustozim mana hozir Rashtaka Akalbayev, Pars klub. Keyin komandada yaxshi insonlar bor, aka-ukalar bor. Misol uchun menda yo'q narsani qilib berishyapti-da, qo'ldan kelganicha imkoniyat, sharoit yaratib berishyapti. Misol uchun o'zimning yaqinlarim menga ishonmasdan tashab ketgan vaqtlar bo'lgan. Lekin begonalar misol uchun ana hozir qo'llab-quvvatlab, podishka berib, hammasi yaxshi bo'ladi, kelajaking bor deb qo'llab-quvvatlayapti. O'sha insonlarga ham rahmat aytaman. Butun O'zbekistonga rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlagan. Mana TikToker aka-ukalarim bor meni, Sardor Gangster, Aziz, ana siz bor, mana Xudoga shukr. Keyin sport blogerlari bor, aka-ukalarim bor. Men hammasiga addushi o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana deysiz. Sababi bular meni kelajagimni ko'ra bilyapti-da, ko'ryapti. Xudo xolasa ishonchlarini oqlab, Xudo xolasa nasib inshaalloh. Birgalikda kuch, Amir Temur aytadiki, kuch birlikda deydi. Xuddi shunday. Amir Temur nima uchun ko'p nimalarni bosib olgan bilasizmi? Uni taktikasi kuchli bo'lgan Amir Temurning. Keyin o'sha atrofidagi odamlar sodiq bo'lgan, aytganini qiladigan bo'lgan. Qanaqadir nima desa bo'ladi? Bir-biriga inoq bo'lganda bular. Ko'ra olmaslik, xoinlik bo'lmaganda. Bo'lmagan. Hammasi kuch birlikda deb ana shu uchun aytgan. Amir Temur shu bitta ish yo'ri bilan hamma joyni bosib olganda. Xuddi shunday lekin. Men nima demoqchiman? Meni ham ish yo'rim shu. Kuch birlikda-da. Xudo xolasa. TikToker bo'ladimi, bloger bo'ladimi, oddiy ana kambag'alning bolasi bo'ladimi? Hammasi kuch birlikda bo'ladi. Shunday. Agar kuch birlikda bo'lsa, o'sha maqsad marraga yetish tezroq bo'ladi. Xuddi shunday lekin. Bu gapingiz to'g'ri. Men qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat aytaman. Rahmat. Mana deysiz. Og'alar, Samandar Tank bilan hali intervyumiz tugagani yo'q. Biz shunchaki sizlarga Xudo xolasa jangingiz qachon? Jangimiz Xudo xolasa mana oz qoldi, shu dekabrga Xudo xolasa. Sanasi aniq emas hali. 19 ga deyishyapti. Men o'sha hozir podgotovka qilyapmiz. Biz tayyormiz o'sha bo'yiga. Shunday bizga davay ana bo'y, mana shunaqa sopenlik berildi desa bo'ldi, tamom. Jang. Xudo xolasa startdamiz, faqat startda. Mana deysiz. Omadini bersin. Samandar Tankni kuzatayotgan og'alarimiz, opalarimiz, yurtdoshlarimiz kommentariyaga bitta tilaklar qoldirib duo qilib qo'yinglar. Xudo xolasa jangda обязательно yog'ilib bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lib ota-onasining oldiga to'liq-to'lish borishlari nasib qilsin. Intervyumiz tugagani yo'q. Bu shunchaki hozirda biz Samandar Tank bilan tanishib oldik, sizlar tanib oldingizlar. Xudo xolasa endi bu yog'iga Instagramga o'tibmi yoki YouTube'lardami qo'llab-quvvatlab like'larni bosib duoda bo'lib turasizlar. Janglari tugagandan keyin bafurcha o'sha mahalla shouga chaqiramizda, intervyuni o'shda qayta olamiz. U yerda jangdagi bo'lgan taassurotlari, g'olib bo'lsa g'oliblik taassurotlari va qolgan ma'lumotlarni ham Xudo xolasa keyingi sonida sizlarga olib chiqib beramiz. Mahalla shouni kuzatayotgan har bitta og'alarimiz, opalarimizga kattakon rahmat. Sizlar qo'llab-quvvatlayapsiz. Mana prosmotorlarimiz ham, obunachilarimiz ham kundan-kunga ko'payyapti. Yanada qo'llab-quvvatlab tursanglar, Xudo xolasa sizlarga yoqadigan insonlar, sizlar taniydigan insonlarda ularni so'roq intervyuga chaqirib savollar bersalar, o'sha savollaringizga bemalol Xudo xolasa javoblarni olamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosinglar, Samandar Tankka omadlar tilab, bizga esa kuch-quvvat tilab qo'yinglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Mahalla shu har doim sizlar bilan.